أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الصلاة على الميت فرض كفاية Bu bir fasıldır. Ülüp olğan ülük adamga namaz o'qish farz kifoyadir deydi. Endi biz oldingi darsimizda yana bir odam o'lay degan vaqtimizda, ya sakrat tushgan vaqtimizda qanday qilamiz? O'chani o'zida qanday qilgan bo'ldik bu odamni? Mana qiblaga oldini qilgan bo'ldik. Zong'ini tangdigan bo'ldik, yuzini, ko'zini yumutgan bo'ldik. Shuniki oldida kelime tevhid kelimesini la ilahe illallah Muhammed Resulullah'ını nim kılgan bulduk. Onu devamlı dep durduğun bulduk. Akıllı anılgan kadar. Ülüp ketkendeki de ona nim kılgan tanılgan bulduk. Hem de ölgendeki kandak bulduk hem de onu defne kılışık aldırıp juyduğun bulduk. Yani on tarafta juyup, sol tarafta juyup, eğer birine çıkıp kalsa onu juyduğun yani şu aşağı juvasa başka tarat aldırış nimiz üçün yok. Yani bu şimdi juyduğun bulduk. Ayak kişilerdeki hem ayal kişilerdeki şu cinsi nemede şu bir latını yapıp kağayan uç kağıdatta müştahane kılgan bulduk onu juyduğun bulduk. Hem de onu da kepellaydıgan bulduk yani. Bu doğruluk hem yukarı dersini kıldı hem de tüydü. Tüygendiyken hem de o meyitlik yüzü, ilginin yüzü hemmesi tel bulup mene job, tarap, kepellep hemmişdeki üzerine tahta koyup namaz okuymayız hep aldık ekeldik hem cemaatinin. Cemaatinin kişiydik. Mene muşu namaz okuyduğun muşu namazın üzerine cenaze namazı deyimiz. Cenaze degan gepken ülük namazı. Yani ülük kişiye okuyduğun neme o namazıdır. Hem de bu namazın üzeri İslam dinimizde farz kifaye deydi. Yani farz kifaye degen şu mahalledeki şu bir qancha adam okusa cenaze namazını qalgan adam işi barken kelamaptı uçanın üzerinde bu adamın üzeri Allah'ın aldığında günahkarçı olmaydı degan gap. Eğer o məldə o adam ölgen bolsa, o uçanın hiç qana bir adam çıkmagan bolsa onu namaz okuyduğun, uçanın üzerinde hemmisinin boludu günahkarçı boludu. Yani bu ne degan gap o? Farz kifaye degan şu. Yani bu İslam dinimizde bir farz iki, birisi farz ayn. Yine birisi neme? Farz kifaye. Farz ayn degan her bir adam özü bevosita qiladigan farzlar. Mesela namaz, zakat, hac deganidek, mana roza deganidek, mushu ibodatning hammasi o'z bevosita chiqqanimiz uchun bo'lmaydi. Hamda farz kifoya degan, yani ma'lum darajada insonlar qilsa, qolganlik qilmasimi, uchib bo'ladi degancha farz bo'ladi. Hamda uni o'qish farz kifoya bo'ldi. Unda o'g'anlik bir minut jamoat qilishgan bo'ldik. U yerda nima lozim? Imom lozim. Men imom bo'lmasa uchun bo'lmaydi. Imom bo'ladi, imom Qağa adamni mena namaz o'qitib va boshda kelib, ondan keyin nima qilgan bo'ldi? O'qitgan bo'ldi. Undan o'g'andan keyin shu jamoatniki ichidagi namozni o'qitib beradigan imom kim u deydi? Qanday odam mena bo'lsa eng yaxshi bo'ladi desa, men buningda birinchi bo'lib shu o'lib ketgan odamga janoz namoz o'qib beradigan odamniki eng yaxshi podshoh. Ya'ni u davlatni boshqargan nima u odam. Ya'ni davlat boshlig'i. Yani devlet başkanı olsa, şu adam Müslüman olsa İslami devlet müşahsi. Ben İslami devlet müştah oldu. Müştah olan ki bu adam ya olmaydı. Mene o İslami devletdeki nemisi o devlet tarafından koyulgan, mene onunki naibi. Ya olmaydı kazi. Mene kaziniki üzümü padişah oru vekaleten, devlet vekaleten nemi koludu, hüküm koludu. Mene bu en yaxşısı oldu. Meyle ülüp ketken adam er olsun, meyle ayal olsun, meyle çoğun küçük, meyle çoğun alim, yakin normal adam olsun. Bu. Yani anda o andiken şu cemaatke, şu namaz okurgan, şu cinaz namazga padişah, mesela devletindeki başlığı, mesela reisi kipti İslami devletinin. Anda o andiki bu canlıki üzere, bu yani adam, bu padişah bayanlıki üzere hiç kana bir adamlıki aldığı çık namaz okuşakçı yok. Çünkü bu padişah degan hem adamın nemisi oldu, aldı da oldu. Yine bir zaman onunki naibi ya kazi. Çünkü kazi degan bu padişah vakaleten halkınki oturup talaş tartış olgan bolsa onun nem kıldı, onu hüküm kıldı, onu o adam makul deydi hayatta. Anda o adamken ülüp olganki namazı şu adam çok kıldı. Ana degan eğer o adam bombay tartıp kalsa, men aş adamniki yaşap çoğ olgan, ülüp ketken mahalleniki imamı layık.
Bu okudu. Onun deyken imam, yani benim imamı yokken, imamı yok olsa onun deyken 3. 4. dereceden şu adamniki yakın tukalır kıldı. Mene o adamniki mesela üzülüp gitti. Onunki oğlu varken, ya atısı varken, ya inisi olan olsa bu tertip karab, mene o adam nispeten en yakın ime dadısı yani atısı. Onun deyki oğlu, çoğu oğlu, onun deyki küçük oturansı, onun deyki küçük müştak bulundu. Onun deyken anlayken mene atısı ya apısındaki tağıları. Mene muşu imam buluşku deme o layık. Uçanı hiç kıp talaş kılabaydı dendi. Lekin atı unduğu emez. Mesela atısı unduğu emez ki mesela qanday olubdu bir ayal ölüp ketibdi. Ayal ölüp ketgan bo'lsa bu ayalniki atısı ham balisi qolgan bo'lsa, men bu ayalga nisbatan eng yaqin namoz o'qishga men eng loyiq kishi kim? O shu ayalniki atısı oldu. Chunki balıdımı atısı nima o ayalniki nimasi olgandiki dazisi olgandiki yuqori oldu. Men ikki yoshda olgan bo'lsa, o'sha atısı o'qib berdi namozni. Agar atısı bo'lmay tursa, o'g'li o'qiydi. Bu bundoq cho'p bo'ldi deydi. Endi xo'sh, namoz o'qib tuqqanlari hammasi bor ekan. O'chamizda tartib bo'yicha mana namozni o'qibdi janozamizni. O'chamizda u namozni qayta o'qib, "Voy, men yetishmabdim" deb boshqa bir odam kirib, uni qayta yana bu namozni qayta o'qiymiz deydigan haqqi yo'q. Shuna namoz o'qidi, bir qator nima qildi, o tugidi. Ammo agar o odamniki masalan, shu velisi o'qimay tartib bo'yicha o adamdiki shu qoldirilmagan yo menlik imom bo'lmagan boshqa bir odam imom bo'lib o'qib ketibdi. Mesela o namazdaki üzerine ama o velisi yani o adamdaki nemese yakın tuqqaniki ya atısı ya ki inisi ya oğul ballarındaki üzerine beni yetişemaptıken yani o saklap durmaptı. Başka bir adam kelip uçağın üzerinde namazını yapıptı, o'qib etipti. Onu deyken o yakın tuqqanı uylikini yapıptı, kelgen bolsa uçağın üzerinde qanday qiladi? Uçağın üzerinde mene veli olgan adam uylikini yakın tuqqanı olgan adam benim ba namazın üzerine ben başka o'qiyman desen ne bo'ladi? Durus oldu. Ama bunun başka adam, mesela kazi yoki olmaydi, padişahı başka adam, mene o'qatgan bo'lsa, veli yetişamagan bo'lsa, onu o'qimaydi. Ama onun başka adam, mesela o'qatgan bo'lsa, veli emas, veli kelib, ben o'qiyam deb bunu namaz başka o'qiyli desa, uçağınızda cenazemiz çok, uçağınız şer'ide durus bo'ladi. Eğer bir adamni namaz o'qimasdilla, nima qilinibdi? Dafn qilinibdi. Mesela onda iş olmaydı. Mesela bir Müslüman yani ki özü kafir besi oğa vakti özü de. Yani zulüm kırıp uçağını ki özü de ne kılmaydıgan ölge adam namaz okutmaydıgan işim buludu. Ya başka sebepten açtıkkan bolsa uçağını ki özü de bu adamla adamniki ülüp ketken adam kabris verip namaz okusu buludu. Şu namaz okuşniki nemese mene adamniki şu kümülge vaxtlar bazı okan namazı sesip ketmedi. Ya sesip göç bedenlik göçe mene hiç kana özgürlük bulmadı diye guman bolsa onun deyken uçağınızda kabrik verip namaz okusu bulundu. Ama o adamdaki üzü mesela sesip ketipti. Mesela 3 gün yoki 4 gün etrafında bir ülükneki apırıp cisimgan zemindeki içi koy sesip ketidi. Ya 3 gün yoki 7 gün muşta bu qağa vaxtı üzüde oy bunu namaz okumaptı mükemmel. Endi berip namaz okuyatlı men bunu kömge yerde açıkışkan bulmaydı. Men bunda qalğan bolsaq uçağın üzüde 3 gün ya 7 günde içip geçse namaz okumagan bolsa mı uçağını qanday qildi? Uçağın üzüde namaz okuşçu bulmaydı. Endi xoş, endi imam mene şu tertip boyunca devlet yani İslami devletindeki başlığı ya kazi ya ki naibi ya mahallindeki imamı ya ki nime yakın bir tukkunu ya ki ehl ilim. Mesela okuttu, okandıkken uçağın üzerinde cemaat kendi tuttu imam beni ülünü aldı tuğan bolsa imam ülünü aldı koydu. Koğandıkken imam ülünü nerede turdu? Dese bunu da deydi imam ağunun imam boğan cenazamızın imam boğan adam ülününki ülüp ketken adamniki ot turdur köksüde. Kalp var mı şey tur? Mel er olsun, mel ayal olsun, maşadenim kuludu turdu deydi. Şunu olan mene imam bolduğuna kim imam boldu?
Ondan keyin o imom bo'lgan odam meni qanday qiladi? Meni nerede turdi uylaniki? Ya beşidimi, yoki o'ttirdimi, yoki nemisidimi? Yuruniki o'ttirdimi deganida biz Hanefi mazhabda yuruni o'ttirdi, er olsun, ayol olsun aşağı o'ltirmaymiz dedik. Aşağı qarab imom shahid qurib, o'sha yerda turib, ondan keyin janozani o'qiydi dedik. Buni ular nima qildim deb tugadim. Tugandan keyin rasmiy namozga keldik. Rasmiy jinoz namozni o'qiydigan shakl ekan. Bu bir nima o? Namoz. Ya'ni nima? Vacib namaz. Vacib namaz degan bo'lgandan keyin ma jinoz namozniki o'qilish shakli boshqa namozga nima qilmaydi, o'xshamaydi. Bu qat'iy. Buni nima yo'q? Takbir nima yo'q? Yani azan yo'q. Uning uchun takbir yo'q. Uning uchun uningdagi sunnat namoz yo'q yoki boshqa bir namoz yo'q. Unda o'ndan keyin bu namoz qanday o'qiladi? Bu namozning o'zida 4 tane takbir bor. Unida ham ruku yo'q, ham sajda yo'q, ham tashahhud yo'q, ham nima yo'q, unida mana durud o'qish yo'q. Faqat o'rtirib o'qiymiz u namozning o'zini. O'chamizda u qanday o'qiymiz? Mana u namozning o'zi 4 qator takbir etamiz. Birisi quloqqa qilamiz, ikkinchisi takbir, uchinchi, to'rtinchi takbirda andagi quloqqa nima qilamiz? Assalomu alaykum deb salom berib, onun uchun nima qilamiz? Tugatamiz. Unda ondan keyin o'cham o'zida birinchi quloqni qaqqan vaqt o'zida mana birinchi takbir olibdimi? Birinchi takbir etgan vaqt o'zida qo'lni ko'taramiz. Duo qilamiz. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi takbirda qo'lni ko'tarmaymiz. Endi birinchi takbirni qaqqandan keyin u odam nima o'qiydi? Subhanakallohumma va bihamdika va tabarakasmuka va ta'ala jadduka degan men mushnim qildi o'qiydi. Ya bo'lmaydi buni o'rniga qanday bir Allohga hamd etgan mush shaklni o'qisak o'chan o'zimiz bo'ladi. Mana ikkinchi takbirdan keyin nima o'qiymiz? Durud o'qiymiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam uchun durud yo'llaymiz. Nima deb? Allohumma salli ala Muhammad va ala ali Muhammadin kama sallayta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid. Allohumma barik ala Muhammad va ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrohim va ala ali Ibrohim innaka Hamidum Majid deymiz. Endi bu qancha takbir oldu endi bu? Yana 1 2 3. Endi 3 takbir bo'lgandan keyin 4-chi takbirda mana bu 4-chi nima bo'lgan bo'ldi? Takbir. Bir takbir uni ma'no o'qidik, 2 takbir ma'no o'qidik. Endi 3-chi takbirda. 3-chi takbir bor. Shu endi 3-chi takbirda bo'lgandan keyin o'chamizda 3-chi takbirdan keyin anidan keyin o'lgan odamga nima qilamiz? O'lgan odamning o'ziga istig'for va uniki gunohini mag'firat bo'lish uchun u odamga duo qilamiz. U duo qavm, masalan biz o'qiydiganimiz. Mana 3-chi takbirdan keyin duoni o'qiymiz. Allohumma mag'fir li hayyina va mayyitina va shohidina va g'oibina va zakarina va unsana. Allohumma man ahyaytahum minna fa'hiya al-islam va man tawaffaytahum minna fatawaffahu ala al-iman. Deb undan keyin qanday qilamiz? 4-chi takbirni Allohu akbar deb ondan keyin o salam berib, sol salam berib namozni tugatamiz. Ammo bu duodan kishi o'qisak aşağı deymiz. Ammo ayol kishi o'qib qolsak-chi, hu degan ziminimizni ha deymiz. Allohumma mag'fir li hayyina va mayyitina va shohidina va g'oibina va zakarina. Allohumma man ahyaytaha ha deymiz. Chunki ayol bo'lgandan ha zimir keladi. Allohumma man ahyayta minna fa'hiha al-islam. Kishi kelsa fa'hihi al-islam. Ve men tevaffeytaha ha deymiz ayol kishiga. Mana kishi hu deymiz. Minna fatawaffaha mana ayol kishiga. Er kishi fatawaffahu deb bundan cho'ng nima qilamiz? Buni duo cho'q qilamiz. Endi balog'a yetmagan kichik bola niki namoz o'qib qolsa qanday qilamiz? Balog'a yetmabton, u bolaning o'zi kichik bola ekan, u chog'imizda osh shaklda o'qiymiz uni namozni. Lekin 3-chi takbirdan keyin Allohu mag'fir li hayyaniki o'rniga nimani o'qiymiz? Allohumma ij'alhu lana faratan va zuhran shafiyan va mushaffa'an degan mushu duoni o'qiymiz. Mushu duoni o'qiymiz. Kichik bolaga mana o'g'il bola qiz bola mushuncha o'qisak, bu nima qiladi? Bizga yetadi. Shunga 4-chi takbir bilan namozni tugatamiz. Ammo durudni yo'llab bo'lgandan keyin mana durud yo'llashning oldida alhamdulillah o'qishni o'ylagan ish bor. Subhanakallahning o'rnida ba'zi mazhablarning o'zida
Mana ba'zi mazhabda biz Hanifiy mazhabda subhanakallah o'qiymiz. U boshqa Hanbali boshqa mazhablarning o'zida alhamdulillah o'qiydi. Unda o'qisam bo'ldi, lekin men o'qiganimiz nima bo'lgan bo'ldi? Yaxshi o'qigan bo'ldi. Endi mana oyat deganimizda bu jinoz namozda Qur'on o'qish yo'q, tashahhud o'qish yo'q, ham o'tirish yo'q. Endi xo'sh. Endi kichik bola dedik. Ammo kichik bola degani nima? Tug'ilib cho'ng bo'lgandan keyin nima bo'lgan bo'ladi? Kichik bola cho'p bo'lgan bo'ladi. Ammo kichik bola qanday bo'libdi? Mesela ig'roq bir ayolning o'zi, u ayolning o'zi bolasi yangi, ya'ni qo'sig'ida tushib ketibdi. Tushib ketgan bo'lsa, o'chanizda shu tushgan bolaning o'zi shu ayolning qo'sig'ida tushgan vaqtimizda ovoz ko'tarib, ovozi bor holatda ashtaq o'lgan bo'lsa, o'chanizda nima ekan uni ism qo'yamiz. Shu ya'ni yangi vaqtda inon deb ovoz chiqiriblar. Shu can o'zida shundan o'lib ketibdi. Shu can o'zida u balani ism qo'yamiz, juyimiz, namozchi o'qiymiz. Ammo u bal tug'ilgandan tug'ilibdi, hech qanday ovoz yo'q. O'lik tug'ilibdi deydi. Jimmi tug'ilgan bo'lsa, u balning o'zini qanday qilamiz? Bir parcha lattigan, men o'rab, u balning o'zigacha nima qilmaymiz? Namozchi o'qimaymiz. Bir parcha lattı o'rablar, namoz o'qimay, apiriblar, qabristonlik apirib deb cho'kib qo'yamiz. Çünkü namaz okudu degan gapning o'zi, jinoz namoz okudu degan gapning o'zi hayot. Tirik odamga, tirik yashab, ma dunyoda mana tinib qolgan odamga o'qiymiz. U bolaning o'zi tug'ilgan vaqtida o'lik tug'ilsa, u jonsiz. Unda uni odamchi bo'lmay, ismini qo'ymaymiz, hech qanday bir narsa qo'ymaymiz. Mana mushtaqcha o'qiymiz. Endi xo'sh, endi buni namoz uchun o'qib bo'ldik. Namoz o'qiganda qanday qilamiz endi? Faiza hamaluhu ala sarihi akhazu biqawamil arba. Endi namoz o'qib bo'lgan ekan, darhol dafn qilishga qabristonlik ma'nodan gap. Endi qachonki bular shu uylikni karavotning ustiga qo'ysa. Karavot ustida namoz o'qib qo'yimizgan. Qo'ygan vaqtingizda yoki qo'shning oldida karavot bilan ashta ekilgan gap. O'chaniz namoz o'qib bo'lgan ekan, mana bu odamning o'zi shu karavotniki mana qanday qilgan gap? 4 tane putini tutudandi. 4 tane putini, 4 tane virus elib 4 adam ikki tarafdan bo'lib, bu ishtik mağdı. Ama sokuldap mağmaydı. Köp sokulmaz. İştik holatda apırvadigan gap. Endi bu ilinin yüzü qabristonlikqa yetgan qadar, yetganki qadar shu yetib, uylikni qabristonlikqa ayak dafn qilma deb ya qo'ygan qadar kaydi bilmagan odam o'zi o'ltirishga bo'lmaydi. Qachonki uylik kelib, ayaga yilib 4 odam ya bir qancha odam ayak qo'ygan bo'lsa, andaki qo'ygandan keyin qolgan yerib ketgan bo'lsa, cho'nglar masalan yashanganlar, o'chan o'zida bu o'ltirsa nima bo'ladi? O durustchu bo'ladi. Endi yilqi manga adamniki o'zi meyit bilan, jinoza bilan eng yaxshisi shu uylikniki oqsiminki yaxshi. Oldi emas. Şu uylik oldida mangda bizniki ham yerimizda, odatimizda qolgan nimalar jamoatlar oqida mangda. Bu nima u eng yaxshisi. Endi u yerga akelgandan keyin nima qilamiz endi? Qabristonlik qo'yamiz. Meni qabristonlik qo'ygan vaqt o'zida qabr ikki xil. Birisi shiq deydi. Yana birisi nima deydi uni? Laht deydi. Ya'ni qabriston qo'llash shakli musulmon dunyosi ikki xil. Birisi shiq yerib. Ya'ni mushtaq nimani mayadagidek hozir bunda ikki taraf mushtaq yeribla, bunda cho'nqurchoq qipla mushtaq qo'ydigan gap. Ko'piga bunda bir narsa ko'p apirib kumbatimiz. Buni shiq deydi. Yeni bir lahat deydi. Lahat degani mesela qurg'oq o'rinlarda bo'ladi, qurg'oq, mesela nem emas. Bu yerda ko'lab, bunda shiqqimda ko'rab, taftiga, uniki ichidan yeni bir narsa ko'lab, adam uylik patqida boshqa ko'lab qo'ydi. Mana bir ko'lab bo'lib, yandin ko'laydi, lahat deydi. Mana bu ikki xil nima bo'ladi? Mana eng yaxshi mesela shu ya'niki jo'grafiylik o'rniga bog'liq. Mesela su chiqib ketgan yo'lni o'rniga jahdi qilsak bo'lmaydi, chunki su chiqib ketgandagi yurib bo'lmaydi. Ammo qurg'oq ya'ni o'ziga lahd qilishimiz bizning vatandagidek o'chan o'zi bak nima o yaxshi. Endi yaxshi qopto, ya'ni shunday tuz shaklda uyibdi. Yoki lahd shaklda o'ygan bir qabristonlikqa uylan akagan bo'lsak, o'chanimizni qanday qilamiz uylaniki o'zining. Mana shu uylanni qibla tarafdan qabristonning ichiga qibla tarafdan uylikni kirgizamiz. Qibla tarafdan boshlab, masalan, qibla tarafga bo'lsa, shu tarafdan nima qilamiz?
Akirib qabrning ichiga qo'yamiz. Qo'ygan vaqt o'zida qabrning ichiga qo'ygan odam nima deydi? Bismillahi va ala millati rasululloh degan gapni deb, shunda qabriston qo'ygandan keyin Bismillahi va ala millati rasululloh deb, onidiki nima qilgan gap? Men ash yerlik cho'q qo'ydigan cho'q gap. Shuning bilan qo'ygandan keyin ya qo'yib bo'ldimi yerlik qabristonning ichiga, ya'ni lahning ichiga qo'yib bo'lgandan keyin bu odam bu uylikni mana qiblaniki shu oldiga qaratib qo'ydi. Qibla tarafga. Yuzini cho'q qibla tarafga qaratib qo'ydi. Chunki qibla degan bizniki qibla degan nihoyat ulug' joy. Men namoz o'qisak qibla qaraymiz, har qanday yaxshi faoliyat qilsak qibla tarafga qilamiz. Men bu. Endi shu qabristonlik qo'ygan vaqt o'zidan qanday qilgan gap? Ayol kishi qolgan bo'lsa, ayol kishiniki o'rti hayot vaqtining o'zidami jismi o'ratdi, o'lgandan keyin nima o o'ratdi. Unda lekin ayol kishiniki jinoza qolganmiz, ayol kishi qolgan bo'lsa, dafn qilgan kishi o'zida ayol kishiniki badinni ko'msin deb bu latida modoq nima qilamiz, uni o'raymiz. Shunday uni o'raymiz. O'rab anadiki bu ayol kishini shu opiribla haq ko'mganimizni opirib tik qo'yamiz yoki lahni o'g'imiz lahni ichiga qo'yib anadiki uchanizni kesak buni tashlab ishtoqchi qo'yamiz. Ammo kishniki nimasini uchani ishtoqchi qilamiz. Endi kishniki qabrisini yapmasaqmi cho'p bo'ladi. Chunki kishi bundoq kapallagandan keyin hamma narsa kishlab ko'radi. Ko'rgandan keyin uchani kishniki o'rti nima emas o? Men erkişlik bedel öğretemez. Uçan yapılsam çok boludu. Hem de onu böyle koyup bulduk. Er olamda, ayal olamda işte Bismillahirrahmanirrahim. Ve ala milleti Resulullah deyip koygan deyken, onu deyken, onu töpük toptaşlaygan bulduk. Toptaşlagan deyken şununla, yedeki lahdın içi geldiğe, lahdın içi koyduk ya mağamatı, tüşük badilani. Maya tüşükke bir yer kesak koyumuz. Kesak koyup, anı maya nukat itivetip, anı deyken maya kalgan deyken, kalgan topun taşlapla, ben igiz, tövgünün lökpistek madaq çok koymuş. Ama bu lehtebesken. Lehtebes olsa o çağınızda beni müştaklı koyup lan töpüge beni madaq bir yağışta binası koyup beni ya ki kesektek. O çağın töpüge taşlapla işte koymuş beni o nemi koymuş aşında beni çömemiz. Çömge vaktimizde beni onun üstüne yerine okşaş kılmay yerde sel ilgizerek beni madaq selini koymuş ilgizerek çok kılımız. Hem de kabirinin yüzüne tövgünün lökpistek kılımız. Tövgünün löküsü bilense kendime uzun buludu. Kabrin çoğuma yerden üstün, igiz, bu şekilde çok kılımız. Bunu da kılımız. Şimdi kabirinin yasaş, mesela geç, mesela hiş, mesela yağıştak, bir nesile kabirinin yasaşının yüzü mekruh. Bu nememesi o, duruşçu emez. Bu en katar iş. Bunu ne kılışımız gerek? Dikkat çok kılışımız çok gerek. Endi bir ülketkede bir oğlan olsa bir kabrige bir adam ne kılmaz? Defne kolu tok. Ama ülketke adam cıkken. Mesela müşdak cık afet ubat ketken olsa onun her bir ülke bir tane kabrini kolak buluş teşken. Uçanız kadar kılmaz. Bir kabrige iki tane kişini ya iki tane ayalını kısak defne kısak çok bulu zörür vaktinizde. Bomuz başka vakti çok bulmaydı. Her iki ayağını, iki erini ya iki ayağını işte koysak, her bir ay erviden arlıqa madaq bir latidek ya ki topudek menesi perdik çok koymuş. Biz mayaga oturgan, men mundaq çok topudek, men bundaq bir işini çok kılımız deydim. Endi hoş, bu gap nima qildi? Tugidi. Qabristonga qo'yib bo'ldikmi? Qo'yib bo'lgandan keyin mena qabristonlikqa nima qilish? Mena qabrni dastash. Bu makruh. Qabristonninki adam badab mudo belgisi oldu u yer dasta putidek başka yer dastadak mengishniki o'zi makruh ham qabristonlikda uxlashniki o'zi makruh qabristonlikda namoz o'qish makruh. Namazlarda o'qiymiz, masjidda o'qiymiz. Ammo u masjidning o'zi qabristonlik bo'lib qolgan bo'lsa, yerida anda o'qib qolsa, o'chan o'zida mana u masjid namoz o'qisa bo'ladi. Ammo masjidmi yo'q, o'chan namoz vaqti bo'lib qoldi deb aşağı apiribla, mana hozir qabr taraf qarabla, o'chan qabristonning ichida namoz o'qishning o'zi nima bo'ladi? Makruh bo'ladi endi. Shuni bilan o'qib bo'lgandan keyin unda qanday qilamiz? Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki
degan hadisga asosan agar imkon bo'lsa ayada Qur'on o'qiymiz yoki shu dafn qilib bo'g'icha uni suriyasini o'qiymiz payg'ambar hadisi bor uyga undagi ta'ziya uchun boramiz bu tugadi shu ular bu qabristonlik dafn qilish ishini qildi mana shar'iy bo'yicha belkilar hukmchi mushu endi qabristonlik qabri yutib qolgan o'lgan odamniki uyda masalan Qur'on o'qish va hokazo ish bor buni payg'ambar shunda o'qinglar degan mazmunda nima hadis bor unda o'ylaykin bir Qur'onni xatm qilish nima u yaxshi Qur'onni xatm qilishning o'zida Qur'onniki mana zikr ibodatning eng yaxshi nima Qur'oni Karim Qur'onni shundoq o'qisa jik savob bo'ladi savob bo'lganiki savob bo'ldi deb savobniki o'zini o'lgan odamga men bo'lsin deb nima qilamiz u chog'da o'qiymiz bu nima bo'lgan bo'ladi durustchu bo'lgan bo'ladi endi musulmon odam o'lsa ekan ammo bir musulmon odamniki yaqin bir tuqqun va kofir ekan kofir bo'lsa qanday qilamiz uni joyimizmi ham qanday qilamiz desa o'shaning o'zida bir musulmonniki yaqin bir kofir tuqqani mana o'lib ketgan bo'lsa uni olib birib ashtoq ko'mmay unima shu nejis pastki narsa yug'andak yug'ab yubchu qo'yamiz undan keyin mana bu narsaki o'zini bu kofirni bir kiyim bilan o'raymiz u 3 dona kiyim bilan shu emas shundan uni olib birib o'ybatqa olib birib tashlaymiz mushlar çok qilmaymiz chunki u kofir endi unda qilmay desak o'chog'imizda yer qilib qo'ysak o'choq dafn qilmasak o'chib bo'lmaydi agar endi bu kofirni agar xolsa o'chog'imizda bu kofirniki kofir judida bir tuqqun bo'lgan bo'lsa shu ibodat va sahmicho bo'ladi chunki sen kofir bo'lgandiki kofir yoki xristian yo yahudi bo'lgandikan yoki mushrik yoki nima ekan dinsizkan unda o'zing jamoatning aşağıdan o'zi qanday qilsin meni mayli deb undaq qilsamichu bo'ladi ammo uni aralashmaydigan u yerdagi boshqa kofirlar ammo bir tuqqun ekan musulmon o'chada musulmonning tuqqunligi yuzidan uni bir paskin latın jugandek apırıp julap, anındaki bir yani kolap apırıp da kümçük qilib qo'yamiz. Shunga nima qiladi? Tugaydi deydimdi. Mana bu o'lib ketgan odam payg'ambar hadis degandek, nada o'lgan bo'lsa, shu yerda ko'minglar, dafn qilinglar degan nima hadischu bor. Buning asosan amal bor, boshqa nima qilmaslik kerak, yo'kkimaslik kerak. Mana bugungi bizniki darsimiz men mushakis bo'lsin bizni Alloh taolo mana shu yuqorida deyilgan hadis bo'yicha amal qilgan haqiqiy taqvo muttaqi solih mujohid ota-onasi vafodor Qur'oni Karim hadisi Rasululloh emidisi shu bo'yicha amal qilgan axloqli din uchun vatan uchun mana xalq uchun millat uchun kurash qilgan dinni rasmiy tushirgan dinni so'ydigan Allohni so'ydigan Muhammad sallallohu alayhi vasallamni so'ydigan mana diniy kishilarni so'ydigan diniy ibodatni yaxshi ko'radigan mushundaq kishilarni qilsin va oxir da'vona alhamdulillahi robbil alamin.